yangi Yevremontdan chiqqan, shundoq Megaplanetda oldida joylashgan metro, universal bozor hamma narsasi atrofida. Umumiy maydonimizda 85 kvadrat metr. Xohlasanglar naqdga, xohlasanglar ipotekaga olsanglar ham bo'ladi. Yunusobod 11-kvartalga keldik. 4 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. 4 etajli domimizning 2-etajida joylashgan. Hamma xonlarimiz alohida. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz keng, o'ng qo'limizga stroyniy shkaflarimiz qilingan. Birinchi spalniy xonamizdan boshlaymiz. Bu bitta spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 260 ga 520 metr. Yangi remontdan chiqqan. Remontimiz ham juda ham chiroyli qilingan ekan. Bu esa mana hammomimiz, dushovoy variant qilishdi, juda ham chiroyli qilib. Bu esa bitta detskiy xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 270 ga 4,5 metr. Yonda esa detskiy xonamiz joylashgan. Bu xonamizning razmeri 315 ga 520 metr. Hamma santexnika, elektrikalarimiz yangi qilingan, hamma joyda akforumlarimiz bor. Oshxonamizga ham alohida xod ochishgan, egalari juda ham yaxshi qilishdi. Bu esa mana hojatxonamiz. Bu esa oshxonamiz plus balkonimiz. Polностью kuxonniy garnituralarimiz qilingan. Balkonimiz esa razmeri 1,5 ga 6 metr. Bu yerda ham razdvijniy loft eshiklarimizni qo'yishgan ekan, chiroyli qilib, xohlasanglar zalga, balkondan ham kirsanglar bo'ladi. Razmeri 315 ga 520 metr. Yangi remontdan chiqqan, yo'l yuzidan 2-domda joylashgan, metro, universal bozor, hamma narsa atrofida. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari brainstorming deb aytishdi. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.